O'zina ko'ra mana bu efir topshiruv protsessi bor ekan, deymi? U ko'proq nag'roq istaqolsin ishini radio tinglovchilarda biz zo'r bo'lak yasirga bo'ldik, tinglovchilarimizning birisini. Leysan, trubkani qo'ydi. Kimsin u? Tanışın kımık siyaştı bu kişi bilen. Oo, mene bu benim tanrım. Mene o senin tanrış. Mene o senin tanrış. Tak, mene simavat. Dostlar, bizning hozirgi vaqtda suyakiliklarda bir yigit kommentariy berdik. Oqshashaklar. Oqshashaklar serialida Balkim siz mikrofonga yo'q. Qarali. Dostlar. Şık mına kiyovga deyip aytdi Leysanning yurgan yigiti Leysanga. Qo'ysangiz mening To'g'ri efirda. Ben benim telefonlar çıkıyor. Do'stlar, men hatto qovsha bilasizmi, videoga bosirgandim hammanni. Hurmatli do'stlar, haligi syurpriz aylanda shipshin syurprizga Leysanga qarata, Leysanga haligi yurgan yigiti kirib, boshqa tug'an kuni bilan qutlanib turibdi ham sheshkalar bilan Oşuqmağız hali yoqada ketmagiz. Sen rizamisan? Men riza. Qishlar haligi mezgillarda bu tarixiy voqea, tarixiy mezgil. Bugün Uyan Tatar Jidinlar agentlari haligi agentlarning agenti Leysan Tayishova joyga yolga hazırlanganda bitta onun turmushundagi eng zo'r voqea bo'lib bizda ona yurgan yigitni yasadi. Taqdim. Kollektiv isminden, Tatar Radiosi isminden haligi motor parni Şun bilan, şun yurakdan qutlaymiz, baxtli bo'lasiz. İş bu yolunda bir haftalık yol. Ayağında yurtida var, munchasi da var. Yanında yılğa, balıkları bilan zo'r jiberamiz. Bugun jiberamiz, deymi? Biletlar yol indi ertaroq 5 minutga. Biz endi aliga hisoblashib turamiz. Hozirgi vaqtda emotsiyalarni anchadir tinchlantirishga kerak. Kirimiz efirga. Sog'lashamiz bu. Butunlay sog'lashamiz buni. Olmasdan 4-iyul kunni ertaga sana shida hozir qo'yasiz. Abduqadir Fayvasadirov sizning joyga uyan Tatar. Oy. Divana o'sha programmada salamlar. Leysanga biz tilaymiz bardik o'ng'ishlar. Mana hozir endi o'sha joyga yollarni ishib o'zdirishga bilasiz. Birgina so'rab, ayva sizni yolda tinglamasak bo'ladimi? Bizga. Birinchi atlasin, Do'stlar, paka sog'lashamiz. Zaten Leysan sin narsa. Narsa sin Leysan. Minali şok. Bu sen aşağıdımı? Biz bunu 2 atını hazırladık. 2 atını mı nasıl hazırladık? Sen hazırlaysan qo'ytiradi. Yavshaki deydi. Sen şartta bilmedin mi? Birisi sezinmedin mi bugün? O uzun irten çıktılarında bilmem şaltıratmadım mı? SMS yazmadım sana. İşte ben yuklap kalalım hemen. Aşulay mı ne? Gördün mü? Hatta bunu yıkısından turup gelgen yigitke. Yana Leysan biz seni qutlaymiz. Tuyga şakırı kitip qalamiz. Bu indi oy yarımdagina bulmasır deb ishonamiz. Biz o'tibsan shiqqash bit. Ay, qarang, sen silagan bo'ladi. Ya do'stlar, hisoblashamiz. Tegal bir oy yarımga. Men Bulat Bayram filiatsiyasi. Leysan Tayishova olmaz g'imida sinmada 30 beramiz, yol beramiz. Aytuvimiz balki so'nggi toptirdir hali. Ayni faqat Familiyasi o'zgarib qo'ysa, Leysanda Gitsangiz ketabilmadingiz. Bizni urgan qalalar, bik taratli, bik aqlli ikki ungan yigit. Ayvaz Sadirov ham Abri sog' bo'lasiz. Bizingizga uzunlik kelayotgan bo'lamiz.